ertalab video kavlab o'tirib turib shunaqa jahlim chiqib ketdi. Вот hayron qolaman bizni hali show biznes и blogerlarga hayron qolib ketaman. Tomog'im og'rib qoldi jahlim chiqqanidan. Sizlar Xudoning uyiga Makkaga galochkaga borasizlarmi? Yoki rostdan ham ko'ngildan chiqarib borasizlarmi? Yo'q, tvoyu mать. Nimaga video snimat qilib qo'yaverasizlar? Xalq ko'rsin, mana meni Makkaga bordim deb qo'yasizlarmi? Nima uchun shu video snimat qilib qo'yaverasizlar, hammaga jo'nataverasizlar? Ano Telegram gruppa show biznesda olib chiqadiganlar bor-ku, shularga ham hayron qolaman. Shu piq etib o'sirsayu chivar deb chiqarsa-da. Odamlar, sizlar birovlar uchun bormaysizlar-ku Makkaga. Sizlar o'zinglar uchun, o'zinglarda u dunyoylar uchun borsanglar kerak. Bu подписчик to'plash uchun emasdir. Nimaga rasm qo'yu Nilufar Usmonova, mana blogerlar, artistlar bilak, sizlar sal kallani ishlatinglar. U yoqqa bora oladigan odam bor, bora olmaydigan odam bor. Bir umr pul bir so'm qilib pul to'playotgan odamlar bor. Sizlar bilan 3 ta odamni aldab 4 ta reklama qilib borib kelaverasizlar. Lekin buni ko'rayotgan odamlar bechoralar men ham yetarmikinman deb biling qiynalib ko'rib sizlarni. Xudoyim, bu Xudoning uyi-ku deb siqilib tamom bo'ldi. 100 million ta odam yozyapti shu haqida. Bo'ldi, video snimat qilish to'xtatinglar. Blogerlar, artistlar, хватит уже. Показухaga borasizlarmi sizlar u yoqqa, tushunmayapman. Madrasada o'qigan paytimda Makkaga borish uchun mahallingda 7 ta uy bu tomoniga to'q bo'lish kerak. 7 ta uy bu tomoniga to'q bo'lish kerak. Shunda madrasaga borsang bo'ladi, nimaga? Xudoning uyiga borsang bo'ladi derdi. Hozir bilat pizdet 100 so'm pul bo'lib qolsa yugurib ketaverib rasm qo'yib, mana men bunaqa keldim. Mana men u yoqqa keldim. Mana eski shimarlar ham shunday paranjini o'raydi-da, Alimjonovami bittasi bor edi. Shunday paranjini o'rab o'sha taq erga tegib ketyapti. Video snimat qilib nima qilasizlar? Kim uchun? Galochka uchun, like uchunmi? Skvardiylar уже реально, Kap katta xotin Yulduz opaga ham hayron qolaman. Kap katta xotin Makkani atrofida o'tirganini-yu, tosh otayotganini-yu. Odamlar, bizi xalqimiz borgisi kelganlar qancha? Allohga ishonib ertalabdan kechgacha ibodatda o'tirganlar qancha puli yo'qlar. Shularni jo'natinglar, maqtanib video qo'yib, men u yerda, men bu yerda, mana qolablar ham borib kelishdi. O'zbeklarimiz ko'p ekan, hamma menga salom deyapti, hamma menga. Kasha qivardinglar Xudoning uyini ham, realno, Salom ziyoratchilar, samolyotimiz Tabarruk yurtga Jidda shahrining Qirol Abdulaziz nomli aeroportiga kelib qo'ndi. لبيك لا شريك لك Rumbab keldim. Men keldim. Kech keldim, ammo keldim, Allohim. İnsanlarga urilib, turtila senga keldim. Gunohkor xasta bo'lib keldim. Senga umid bilan keldim. Meni qabul qil. Meni o'z holimga ortiq tashlab qo'yma. Meni qutqar. O'zimdan qutqar. Allohumma salli ala. Mana arqamdan qo'ymay kelyapti. Ko'ryapsizmi? Qayerga borsam shu yerga boradi. Nima uchun? Akasini yaxshi ko'radi. Internet uchun emas, Wi-Fi borligi uchun emas. Nima deysan? Qara, top. Akam jonim. Katta harflar bilan kodini yoz. Boshimga doimo sog' bo'ling. Yo'q, bilmadim. Balkim kimnidir ko'ngliga ozor bergandirsan. Yo'qmi? Yo'qsa-ki. Ana 8 yoshimda-chi? 8 yosh. Siz shunaqangi duo qiling, ishlaringiz rivojlanib ketsin deb. Qanchalik rivojlansin? Shu Wi-Fi tarqatadigan darajada rivojlansinmi? O'chmaydigan darajada.
ko'z tegmasi yiliga bir xabar olmaydigan singlim taqdir taqozosi bilan qarang manda sim karta bo'lib qoldi unda bo'lmay qoldi har 5 daqiqada kelib xabar olib turaman man. Singlim, jonim, singlim. Olmadan